Qassoblarda asabiga tegayotgan ayrim ukalarimiz. Ilmsiz lekin g'ayrati bor, shijoati bor, savodsiz ukalarimiz. Nima deb so'yasiz qo'ydi der ekan. Bismillahirrohmanirrohim desa olmas ekan. Chunki bismillah Allohu akbar deyish kerak ekan. Nima? Bismillahirrohmanirrohim deb so'yib qo'ysa, ha, bismillah Allohu akbar deyish sunnat. Bismillahirrohmanirrohim desa nima? Bo'lmaydimi? Harom bo'lib qoladimi? Undan ham o'tib ketsin, o'lib ketsin. Birodarlar, musulmon odam bismillah deydimi, bismillah Allohu akbar deydimi, demaydimi esdan chiqib qolib halol bo'laveradi. Bizning kitoblarimizda shunaqa deyilgan, modomiki qasddan tark qilmagan bo'lsa, payg'ambarimiz bismillah har bitta musulmonning og'zida bo'ladi deganlar. Qadon dilmoqqa taassufda, qadon dilmoqqa tarellaydi. Qayoqqacha borasizlar? Demak, bu mazhab boshilarining suyangan manbalari kitob, sunnat, ijmo. To'rtinchisi qiyos. Qiyos nima? Bu qiyos bu yuqoridagi manbalarda hukmi kelmagan narsani umumiy o'xshashligi bo'lgani uchun manbalarda hukmi bor narsaga qiyoslab hukm